Sardor aka, kasbingizni o'zgartirdingizmi aka? Qarorchi, batilda, boshqada, meravoyda tengan qo'llarni ko'rib turibsizlar. Mana deganimni izg'ilib ustiga yurib ketyapman. Allohga ming shukr. O'zimni boshqa bir sohada ham sinab ko'rmoqchiman. Tez kunda qarorchi, oktagonda debyutim bo'ladi. O'rta Osiyodagi oktagon liga, Masqarovoz liga, Balobatda, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston unday melchotga bayslar bilan solishmayman. Max Holloway bilan Conor McGregor skori iyunda bo'yi bo'ladi. Undan keyin Oqo'yda katta turnir bo'lyapti. Donald Trump o'zi shaxsiy tashkillashtiryapti. Ana shunda birinchi o'ringa kamar bilan solishayotgan Conor McGregor bilan raqibim bo'ladi. Conor bilan telefonlashdik, gonorarga kelishib oldik. Tez kunda UFC'da debyut qilaman. O'zbekiston maksimalni qo'llaymiz. Like, podelitsiya, repostlarni banglatamiz. Donald Trampning ko'z o'ngida Conor McGregor yer bilan bitta tashlaymiz. Skoroboy UFC'da, Oqo'yda. Gonorarni aytaymi? Aha. Keyingi videoda aytaman. Salomat bo'ling.